Assalomu alaykum, qadrli yosh kitobxonlar. Zomin tumani axborot kutubxona markazi sizlarning havolangizga Chingiz Aytmatov qalamiga mansub Qiyomat romanini taqdim etadi. So'nggi 100 yillikning dunyoga mashhur yozuvchilaridan biri, qardosh qirg'iz adabiyotining yetakchi namoyandasi Chingiz Aytmatovning Qiyomat romani ilk marotaba 1986-yilda rus tilida nashr etilgan. Biroz o'tib rus tilidan qirg'izchaga tarjima qilingan. Roman avval o'zbekchaga Kunda nomi bilan tarjima qilinib, 1988-yilda Sharq yulduzining 8, 9, 10 sonlarida e'lon qilingan. Chingiz Aytmatovning Qiyomat romanida ezgulik va yovuzlikning kurashi, inson va tabiat munosabati, bo'rilar, Akbara bilan toshchaynar obrazi orqali ochib beriladi. Inson tomonidan hududlarni o'zlashtirish, o'rmonlarni yo'q qilish, tabiatni azaliy qoidalarni buzish va oxir-oqibat jonzotlarni o'z ona uyidan siqib chiqarish qiyomat qoyim darajasida tasvirlanadi. Bo'rilarning dastlabki 3 bolasini ovchilar otishadi. Tog'da qon yo'li ochilgach, bo'rilar yashayotgan qamishzorga o't qo'yiladi. Ularning keyingi 5 ta bolasi yong'inda nobud bo'ladi. Akbara bilan toshchaynar endi toqqa ko'chishadi, ammo aroqxo'r Bozorboy yangi dunyoga kelgan 4 bo'ri bolasini sotib yuboradi. Romandagi Avdiy Kallistratov obrazi insonlarni bu yo'ldan qaytarishga urinadi, ammo zo'ravon qarashlari haminqadar bo'lgan kishilar uni it azobiga solib, poyezddan irg'itib yuborishadi. Asardagi bosh qahramonlar Akbara va toshchaynarning kechmishlari sarson-sargardon, qismati va oxir-oqibat fojiasiga insoniyat sababchi ekanligi asarda yorqin aks ettirilgan. Quyidagi asardan saralaganlarimiz 2 bo'ri mushohadalari va boshqa qahramonlarning muammoga haqqoniy munosabatidir. Har narsaning o'z vaqti soati keladi. Cho'lov-dashtlarda hayotning shu maromda tebranib turishi tabiatning adolatidan bo'lsa kerak.